İsmim Sherzod, 33 yoshimda. Hayot yo'lim o'zgarar ko'zimda. Koreya yurtida yuribman, ishlayman tinmay. Ammo atrofimda ko'raman o'zimni anglay. Bu yerda qizlarimiz yuribdi sargardon, arzon kapalakdek bo'lib qolganlar arzon. Ozligini unutib o'yinchoq bo'ldi, nomusini sotib hayotlari kul bo'ldi. Men bunga qarshiman, qalbimda g'azab. Qizlarimiz qadri bo'lmasin gazab. Koreyslar qo'lida o'yinchoq bo'lmang. Arzon baholarga o'zingizni sotmang. O'zbek qizi iffat, o'zbek qizi or. Bu yo'llardan qayting, qilmangizlar zor. Ko'z yoshim oqadi ko'rganda bu holni, nahot unutdilar ona bergan iqbolni. Koreya shaharlari chiroyli yorqin, lekin bu qizlarning ichi zax og'rin. Menda putat emas, shunchaki bir insonman. Nomusini sotganlardan juda ham hayronman. 33 yoshimda ko'rdim ko'pini, yo'qotmanglar qizlar o'zingizni. Ota-ona kutadi yurtda intizor, sizlar esa bu yerda ko'chada xorzor. Nega arzon narsga sotasiz o'zni? Koreyslar kuladi ko'rib bu qizni. Men Sherzodman, so'zim chin, yuragim o'tli. O'zbek qizlar bo'lsin doim qadrdon, ko'rkam qutli. Men bunga qarshiman, qalbimda g'azab. Qizlarimiz qadri bo'lmasin gazab. Koreyslar qo'lida o'yinchoq bo'lmang. Arzon baholarga o'zingizni sotmang. O'zbek qizi iffat, o'zbek qizi or. Bu yo'llardan qayting, qilmangizlar zo'r. Ozligingizni toping, qayting yana uyga. Berilmang bu yerda yomon bir o'yinga. Siz qimmatbaho javharsiz, buni biling. Nomusingiz asrang, g'urur bilan kuling. Bu mening so'zim, bu mening dardim, to'g'ri yo'lga chorlash mening niyatim. Sherzod yozdi buni yurakdan chiqib, qizlar qadringizni qo'lingiz saqlab, o'zbegingizni saqlang. O'zbegingizni saqlang.